Juda kitap yaxshi ko'rardim, chunki unda hamma narsa hayotiy yoziladi. Kimdir taqdiri hayotda rosa yaxshi yashaydi. Kimdir shunchalik qiyinchiliklarda yashaydiki, hali kitoblarni o'qisangiz titrab ketasiz qalbingiz. Qanaqa qilib yashadi ekan. Lekin shunaqa bo'lsa ham yana o'qiverardim. Hozirgacha o'qiyman. Ko'p narsani bilasizlar kitob o'qisangiz. Kinoni 2 soat ko'rasiz, chiqib ketasiz, esingizda yo'qoladi. Bundan hamma yo'qni bilasiz. Qanaqa ba'zi odamlar qiyinchilikda yashagan. O'qiydigan narsa ko'p. Shuning uchun yaxshi ko'raman kitob. Ana shu kitoblarimning ichida ham yangi olib kelganlarim bor. Endi hozir yana yangilar chiqqandir, yana borib olib kelamiz. Men ularni hammasini o'qib bo'lganman. Turgan bilan baribir turadi. Bibliotekaga bersam hamma o'qiydi deb berganman. Borib ularni o'zim aytib yeganman. Endi mana yana bitta meni eng yaxshi fazilatlaridan ochkisiz o'qiyman. To'g'ri kitobni olib o'qiyman. Hammaga o'qiydilar deydi. Kelinim ham o'qiydi. 86. Biri 70 beradi, biri 75, 80dan kam o'tib beradi. O'zim bunday oynaga qarab, boshqaga qarab, yo'q men 90ga ham yetganim aniq-ku, nima odamlar kam berar ekan deb aniq qilaman. Lekin ba'zilar to'g'ri ham aytadi. O tepa kitobida, tepa ham 2 qator edi. Mana ensiklopediyada o'qiganmiz, bular hammasi o'qilgan. Boyitganman. Kitob haqiqiy do'stim bo'lganda, ana shu bitta kitobni o'qib turasiz, qancha o'ylanib yurasiz, mana bunda qabulda, mana bu joyda shukr. Har bitta kitobdan bitta aniq narsa oladi, kerakli narsa.